Hamma o'ziga yarashgan ish qilar ekan hayotda. Hamma tarbiyasi ko'targan, vijdoni ko'targan ish qilar ekanda. O'zini rolini o'ynar ekan, ya'ni. Xoin odam xiyonat qilar ekan. Iflos odam ifloslik qilar ekan. G'ururini sotgan erkak shunga yarasha ish qilar ekan hayotda. Nomusini sotgan ayol shunga yarasha ish qilar ekan. Ya'ni hamma o'ziga yarashgan ish qilar ekan. O'sha ish unga yarashadi. Ya'ni bitta joyi sizga foyda qilib ketar ekan bu odam. Siz hayotingizda shunaqa iflos odam borligini o'rgatib ketar ekan. Sizga bitta odam xiyonat qilsa, bilasizki, shunaqa iflos odamlar ham bor ekan hayotda deysiz. Tirik ekan, u kitoblarda, kinolarda ko'rilgan odamlar haqiqatan hayotda bor ekan. O'shaning uchun u kinolar yozilgan deb xulosa qilasiz. Sizga dars berib ketar ekan-ku. O'ylab qarasangiz, shunaqa odamlar bo'lishi kerak ham deb hayot. Bo'lmasam, yaxshilik degan narsani qanaqa qilib ajratasiz yomonlikdan? Yomonlik degan narsani qanaqa qilib ajratasiz yaxshilikdan? Yaxshilik bo'lish uchun yomonlik bo'lishi kerak. Qorong'uligini bilish uchun yorug'lik bo'lishi kerak. Shunaqa odamlar bo'lmasa, siz bila olmas ekansiz. Yaxshi insonlar bo'lmasa, yomon odamni ajratib bo'lmasa kerak hayot. Chunki hamma o'ziga yarashgan ish qilar ekan. Vijdoni ko'targan, iymoni ko'targan ish qilar ekan hayot. Bu hech ajablanarli. Hamma o'ziga yarashgan ish qilar ekan hayotda. Hamma tarbiyasi ko'targan, vijdoni ko'targan ish qilar ekanda. O'zini rolini o'ynar ekan, ya'ni. Xoin odam xiyonat qilar ekan. Iflos odam ifloslik qilar ekan. G'ururini sotgan erkak shunga yarasha ish qilar ekan hayotda. Nomusini sotgan ayol shunga yarasha ish qilar ekan. Ya'ni hamma o'ziga yarashgan ish qilar ekan. O'sha ish unga yarashadi. Ya'ni bitta joyi sizga foyda qilib ketar ekan bu odam. Siz hayotingizda shunaqa iflos odam borligini o'rgatib ketar ekan. Sizga bitta odam xiyonat qilsa, bilasizki, shunaqa iflos odamlar ham bor ekan hayotda deysiz. Tirik ekan, u kitoblarda, kinolarda ko'rilgan odamlar haqiqatan hayotda bor ekan. O'shaning uchun u kinolar yozilgan deb xulosa qilasiz. Sizga dars berib ketar ekan-ku. O'ylab qarasangiz, shunaqa odamlar bo'lishi kerak ham deb hayot. Bo'lmasam, yaxshilik degan narsani qanaqa qilib ajratasiz yomonlikdan? Yomonlik degan narsani qanaqa qilib ajratasiz yaxshilikdan? Yaxshilik bo'lish uchun yomonlik bo'lishi kerak. Qorong'uligini bilish uchun yorug'lik bo'lishi kerak. Shunaqa odamlar bo'lmasa, siz bila olmas ekansiz. Yaxshi insonlar bo'lmasa, yomon odamni ajratib bo'lmasa kerak hayot. Chunki hamma o'ziga yarashgan ish qilar ekan. Vijdoni ko'targan, iymoni ko'targan ish qilar ekan hayot. Bu hech ajablanarli